Allergiya va teri muammolari, masalan, ekzema yoki toshmalarning immun tizimi bilan qanday bog'liqligi bor? Allergiya albatta immun tizimi bilan bog'liq. Hozirgi kunda ayniqsa antibiotiklarni bolalarda ham, kattalarda ham sababsiz qo'llanilishi ichak mikrobiotasining buzilishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida ichakda oddiy til bilan tushuntirganda kichik-kichik teshiklar hosil bo'ladi va ichak o'z ishini yetarlicha bajara olmaydi. Ya'ni oziq-ovqat mahsulotlari organizmga tushgandan so'ng yetarlicha bo'linib maydalana olmaydi. Bu esa allergenlarning ichaklarda yuzaga kelishiga sabab bo'ladi va bolalarda ham, kattalarda ham allergik kasalliklar yuzaga keladi. Allergik kasalliklar yuzaga kelmasligi uchun terida va nafas yo'llarida bo'lishi mumkin. Bolani immunitetiga, kattalarda ham immun tizimiga ahamiyat berish kerak. Buning uchun ularda antibiotiklarni yoki boshqa dori vositalarini qo'llagan paytda probiotiklar, prebiotiklar va zamburug'ga qarshi dori vositalarini kurs davoni tarkibiga kiritilishi kerak bo'ladi. Shunda ichak mikrobiotasi buzilmaydi va organizmda allergiya keltirib chiqarmaydi. Va ba'zi shunday chaqaloqlarda uchraydigan holatlar borki, ko'rinishi allergiyaga o'xshab ketsa-da, bu allergiya bo'lmaydi. Shunday holatlarda onalar o'zlaricha allergiyaga qarshi dori vositalarini qo'llamasdan turib, ularni vrach nazorati ostida, vrach ko'rigi ostida keraklicha to'g'ri parvarish va davo qilishlari bolani salomatligi uchun bezarar bo'ladi.